Yangi uyimga yangi eksklyuzivni Rainbow plisoslardan oldim. Endi buni nimalarga qodir ekanligini o'zining mutaxassisi Shahzodadan eshitamiz. Bunda men sizga hozir Rainbow texnikasini to'liq obzorini qilib ko'rsatib beraman. Ko'rib olasiz. Endi men sizga texnika nima ish qilishini ko'rsatib o'tib ketaman. Hamma effekt suvda beradi. Endi suriy holatda ko'rsataman men sizga, ko'rib turganingizdek. Yuzda chang borligini o'ylaysizmi? Yo'q, конечно, bu kudek vaqt avtomobil. Mana hozir ko'rsataman sizga yuzda qancha chang borligini. Grafikasi gilam turgan joyda 15 santimetrgacha bo'lgan usulda urib qoqib bera oladi, bemalol. Keyin gilam vorslaringiz ham yumshoq turadi. Misol uchun har yili gilam almashtirib o'tirmaysiz, gilamingiz anchagacha ushlab bera oladi, yengil. Endi ko'rib turganingizdek texnikada ancha-muncha kontrol qilingan har bir ishingizni qilib bera oladi. Misol uchun soch chigallarni sho'tkada egib olib qilib o'tirishingiz shart emas. O'zi bemalol yig'ib bera oladi, o'zingiz alohida qilib tozalasangiz bo'ladi. Bundan tashqari torlaga chiqarib ham bemalol tozalasangiz ham bo'ladi. Avtomatda changga qarab fonimda chirknesda sportkadan ham bining. Sharmandalik. Bunaqasi chiqadi. Shahzod, meni orqamdan kelgan podpischiklarimga qanaqa qulayliklaringiz bor? Siz orqangizdan kelgan har bitta klientga xonadoniga borib texnikani ko'rsatib beramiz. Yashash sharoitiga qarab bo'lib to'lash variantlarimiz ham bor. Siz orqangizdan kelgan har bitta klientga katta maksimal skidkalar qilib beramiz. Har bitta klientingizga podpischilar orasida. Zo'r. Shoshilib qolinglar, bu oddiy blender yoki oddiy qozon navor emas. Bu boshqacha sovg'a. Mana bu yerga nomerlarni qo'yaman, aloqaga chiqinglar, tekinga olib borib ko'rsatib berishadi. Shoshilib qolinglar.